3 xonaga, mana betonga sabzavot arkanini bilasizlar. Shunda 1,5 metr o'zimdan kirib kelgan edi. Mana bu yerda mana uglovoy joyga tushgan 6 sotuv oldin bir ishlab chiqarish joyi bo'lganmi, mana shunaqa xullas joyimiz bor. Uglovoyga tushgan, mana orqasi ham ko'cha, ko'rib turganlaringizdek, yoqdan ham nimadir ochsanglar bo'ladi, tepaga ko'tarsanglar bo'ladi yoki shuni o'zini nimadir bizneslar qilsa bo'ladi. Xullas ana biznesmenlar o'zi biladi nima qilishni. Xullas hozir ishlarni ko'rsataman sizlarga. Endi mana mana yo'lga kiraverish, navias, endi betlar oldin bir ishlab chiqarish bir narsalar bo'lgan. Podvallari o'sha splashni hali ko'rganlarda ham uglovoy tushgan-ku, tiylari ham podval, mana bular xona, endi xonalarni ko'rsatmadim. Qiziq bo'lsa kelsanglar ochib ko'rsatishadi xonalarni. Bu yerda aytaman o'sha buzib tashlab, servismi, bu yoqdan tepadan kiradigan nimadir, orqa tarafidan pastdan servisni qo'yadiganmi, biznesmi, tepalarini ko'tarib 2 qavat, 3 qavat nimadirlar qilsa bo'ladi. Xullas, 6 sotuv joy yomon emas, yangi atrofda mahalla, odamlar ham ko'payib qoldi betlarni, zo'r joylar bo'lib qolgan. Narxi 105 ming. Mana shu 6 sotuvga hammasiga 105 ming sanasizlar, sizlar nomingizga o'tkazib berishadi. Tamom.